Birinchi jahon urushida eng ko'p odam yo'qotgan davlat Germaniya yoki Angliya emas edi. Bu hatto urushda ishtirok etmagan Yaqin Sharq mamlakati edi. 1914-yil butun Yevropa bo'ylab birinchi jahon urushi alanga oladi va barchaning nigohi G'arbiy frontga qaratiladi. Ammo okoplardan yiroqda, Yaqin Sharqning cho'llari va tog'lari orasida yana bir millat voqealarni jimlik bilan kuzatib turardi. Ular biror tomonni tanlamadilar, betaraf qoldilar. Urush bizgacha yetib kelmaydi deb ishonishdi. Biroq ular neft, strategik savdo yo'llari va katta qudrat manbai ustida o'tirgan edilar. Har ikki tomon ham nazoratni o'z qo'liga olishni xohlardi. Shu tariqa xorijiy armiyalar bostirib kirdi. Avval ruslar, keyin britaniyaliklar, so'ngra Usmonli imperiyasi. Ular buni himoya deb atashdi, lekin aslida shaharlar yoqib yuborildi. Hosillar esa talandi. So'ng 1917-yilning qishida mudhish ocharchilik boshlandi. Ochlik yoyildi, hech kim yordam qo'lini cho'zmadi. Hatto ularning nomini ham hech kim tilga olmadi. Ammo qurbonlar soni shunchalik ortib ketdiki, u urushayotgan aksariyat davlatlar ko'rsatkichini ham ortda qoldirdi. Birinchi jahon urushida eng ko'p tinch aholisini yo'qotgan o'sha davlat go'yoki betaraf hisoblangan Eron edi.